Bir tomonim umuman ishlamay qolgan edi. Chap tarafim falaj bo'lib qolgan edi. Oyoqlarim ham, qo'llarim ham umuman ishlamas edi. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Men Qodirqulova Dilfuza Mamayunusovna 1971-yilning 25-sentyabrida tavallud topganman. O'tgan yili 2024-yilning 6-noyabr sanasida ishdan qaytayotgan paytimda birdan mazam qochib qoldi. Boshim aylanib, oyoqlarim yurmay, qo'llarim ishlamasdan o'tirib qoldim. O'sha yerda meni shu yaqin atrofdagi kasalxonaga olib borishdi. Bu yerda reanimatsiya bo'limiga qabul qilishdi. 7 kun reanimatsiya bo'limida davolandim. Uyga meni olib ketishdi. Bir tomonim umuman ishlamay qolgan edi. Chap tarafim falaj bo'lib qolgan edi. Oyoqlarim ham, qo'llarim ham umuman ishlamas edi. Gapirishga ham qiynalardim. Hayotdan umidimni uzib qo'ygan edim. Uyga borganimizdan keyin farzandlarim meni davolatish uchun yana har xil klinikalarga murojaat qilib, yaxshi doktorlar izlab qolishdi va mana shu Adhamga uchrashishdi. Dekabr oyida meni qabul qildi. Bu yerga kelib 5 kun davomida davolandim. Davolanish paytida juda ham yaxshi qaradi. Juda ham jonkuyar, juda ham yaxshi shifokor. Umridan baraka topsin. Meni hayotga qiziqishimni orttira boshladi. Tuzalishga umid uyg'otdi menda. 2 oy davomida mashqlarga qatnadim. Mashqlar davomida asta-sekin qo'llarim, mana oyoqlarim asta-sekin jonlana boshladi. 3 oy deganda mana bu qo'llarimga jon kirib, qimirlatib, oyoqlarimni ham asta-sekin 2-3 qadamga bosa boshladim. Keyin arada yana 5 kun kelib bu yerda davolanib ketdim. Aziz yurtdoshlar, siz insult bo'ldim, kasal bo'ldim, bo'ldi, endi turmayman, bir joyda yotib qoldim degan narsalarni miyangizdan chiqarib tashlang. Bu kasalni davosi bor ekan. Men ham boshida xuddi shunday fikrlarga kelgan edim. Endi yurolmasam kerak, bir joyda mixlanib qolsam kerak deb hayotdan umidimni uzib qo'ygan edim.